2025-yil 26-aprel sanasida hurmatli ko'chatlar olami YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan obunachilarimiz, biz sizlarga o'sha mashhur o'zini o'zi changlatadigan kalibrlari yirik eksportbop yangi gilos navlarini ko'rsatib o'tamiz. Bularda sirasiga Giant Red gilosimiz ham kiradi. Kalibrlari anchayin yirik, 32 dan 36 gacha bo'ladi aylana diametri. Mana hosildorligini o'zlaring ko'rib turibsizlar. Juda ser hosil bo'ladi. 4 yoshli mevali daraxtimiz 2021-yilda ekilgan. Bunisi kamerani olib kelsangiz, mana bularni ham bitta ko'rsatib qo'yasiz. Juda ser hosil bo'lgan. Mana ko'rinyaptimi? Biz siz obunachilar uchun bularni ko'rsatishimizdan maqsad eng sifatli, yaxshi eksportbop yangi bog'larni yaratish bo'ladi. Bizning maqsadimiz. Xudo xolasa biz buni kuz oyidan ko'chatlardan ko'paytirib qo'yamiz. Bizda har xil abrezga, misol agrotexnikalarga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Hamma xizmatlarimiz mavjud. Pastda nomer qoldirib qo'yganmiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Videolarimizga like bosib qo'yasizlar do'stlar. Videoni do'stlarga ulashib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat.